Assalomu alaykum. Rossiyada patent olish uchun rus tili imtihonidagi savollar yangilandi. Shu vaqtgacha 11 ta variant bor edi. May oyidan boshlab yana 5 ta variant qo'shildi. Bugungi video darsligimizda ushbu variantlardan bitta variantini savollarni o'rganib chiqamiz va ushbu savollarga to'liq javob berishni bilib olamiz. Bu yangilikni ko'pchilik eshitmagan bo'lishi mumkin. Shuning uchun ushbu video darslik bilan Rossiyaga ketmoqchi bo'lgan va Rossiyadagi patent imtihoniga tayyorlanmoqchi bo'lgan tanishlaringiz bilan albatta bo'lishing. Siz bizni qaysi shahardan kuzatyapsiz? Albatta, izohlarga yozib qoldiring. Variant nomer 15. 15 variant. Birinchi savoli audirование. Audio ovoz qo'yib beriladi. Audio ovozda quyidagi gap aytiladi. Извините, в вашей кассе можно купить билет на автобус до аэропорта? Билеты на автобус до аэропорта продаются только в кассе номер 2. Kechirasiz, sizning kassangizdan aeroportgacha avtobus chiptasini sotib olsa bo'ladimi? Aeroportgacha avtobus chiptalarini faqat ikkinchi kassada olsangiz bo'ladi, ya'ni sotiladi. Endi savol. Они говорят, ular qayerda suhbatlashyaptilar? На автовокзале, в аэропорту, на железнодорожном вокзале. To'g'ri javob na автовокзале. Ikkinchi savoli. Билеты на автобус до аэропорта продаются. Aeroportgacha bo'lgan avtobusga chiptalar qayerda sotiladi? В кассе. Kassada javobini belgilaymiz. Shuning bilan birinchi audirованияni savollariga to'g'ri javob bergan bo'lamiz. Ikkinchisi. Внимание! По технической причине поезда до аэропорта Шереметьево отменены. Движение поездов начнется с 17:30. Diqqat, texnik sabablarga ko'ra Sheremetyevo aeroportigacha poyezdlar bekor qilindi. Poyezdlar harakati 17:30 dan boshlanadi. Savol. Вы можете услышать это объявление. Bunday e'lonni siz qayerda eshitishingiz mumkin? На железнодорожном вокзале, в банке, в торговом центре. Poyezd deganda biz железнодорожный vokzalni ko'z oldimizga keltiramiz. To'g'ri javob на железнодорожном вокзале. Следующий поезд в аэропорт будет. Aeroportga keyingi poyezd soat nechida bo'ladi? 17:30 deb aytilgan edi audioda. В 17:30 javobini belgilaymiz. Va audirование bo'limidagi ikkita savolga to'g'ri javob bergan bo'lamiz. Agar siz patent imtihoniga yaqin kunlarda bormoqchi bo'lsangiz, albatta ushbu patent imtihon javoblari qo'llanmamni xarid qiling. Bu qo'llanmada barcha 2026-yilda yangilangan 16 ta variant, ya'ni 352 ta savol ruscha, o'zbekcha qilib javoblari bilan berilgan. Bu qo'llanmani qo'lga kiritsangiz, siz o'zingiz mustaqil, hech kimni yordamisiz imtihonga tayyorlanishingiz mumkin. Qo'llanmani qo'lga kiritgach, birinchi sahifasini ochasiz, QR kodni skaner qilib, ushbu savollarni qayta ishlasa bo'ladigan yopiq kanalga ham bepul qo'shilasiz. Qo'llanmani O'zbekistonda bo'lsangiz, Uzum marketdan patent imtihon javoblari deb qidiring. Rossiyada bo'lsangiz, ushbu raqamga Telegram, WhatsApp yoki Maxdan patent imtihon javoblari deb yozing. Biz sizga qo'llanmani pochta orqali yetkazib beramiz. Чтение bo'limi. O'qish bo'limi. Bu yerda o'zimiz o'qib, to'g'ri javobni belgilashimiz kerak. Осторожно, опасная зона. Сход снега. Savol. Такое объявление можно прочитать. Ehtiyot bo'ling. Xavfli hudud.
qor ko'chishi. Bunday e'lonni qayerda ko'rishimiz mumkin? Bankda, ko'chada, avtobusda. To'g'ri javob na улице, ko'chada. Олегу 30 лет. В детстве он очень не любил машины. Его папа работал механиком и часто брал сына на работу. Сегодня Олег машинист, и каждый день тысячи пассажиров едут в его поезде. Olegning yoshi 30da. Bolaligida u mashinlarni juda yaxshi ko'rar edi. Uning dadasi mexanik bo'lib, ishxonasiga o'g'lini tez-tez olib borardi. Bugungi kunda Oleg mashinist, ya'ni poyezd haydovchisi. Har kuni uning poyezdiga minglab yo'lovchilar sayohat qiladi. Endi savol: Oleg qayerda ishlaydi? На автовокзале, в metro, на стройке. Bu yerda poyezd so'zi bilan mos to'g'ri keladigan bir joy bu metro. Javobini belgilaymiz. Pismo bo'limi. Bor yo'g'i bitta savol bor. Shuning uchun bu bo'limdagi savolga to'g'ri javob berishimiz juda muhim. Камола Каримова родилась в Узбекистане в городе Наманган. Впишите нужное слово в анкету. Камола Каримова O'zbekistonning Namangan shahrida tug'ilgan. Anketasiga kerakli so'zni kiriting. Как вас зовут? Karimova Kamola. Bu yerga hech narsa yozmaymiz. Страна рождения, tug'ilganlik o'lkasi, O'zbekiston. Город рождения, tug'ilganlik shahar, ya'ni qaysi shaharda tug'ilgan. Mana shu yerga Namangan deb yozamiz. Katta harf bilan xato qilmasdan Namangan. Leksika va grammatika bo'limi. Летом мы поедем в Москву. Это будет. E'tibor bering. Bu savolni shartida javobi turibdi. Yozda biz Moskvaga boramiz. Bu qaysi vaqt bo'ladi? В конце марта, martning oxirida. В конце августа, avgustning oxirida. В конце ноября, noyabrning oxirida. Gapimizda letam, yozda degan so'z bor. Shuning uchun в конце августа, avgust oxirida javobini belgilaymiz. Mart bu bahor, noyabr bu kuz, avgust bu yoz. Вчера в магазине я купила красивую рубашку. Javobi to'g'ri bo'ladi. Kecha men do'konda chiroyli ko'ylak xarid qildim. Yoqali ko'ylak. Rubashku. Извините, покажите билет, пожалуйста. Bu yerda rodlarni bilamizmi yo'qmi? Vash bilet bo'ladi. Sababi bilet murskoy rod. Kechirasiz. Biletingizni ko'rsating. Vash bilet. 11-savol. Ты знаешь, едет этот автобус на вокзал? Sen bilasanmi, bu avtobus boradi vokzalgami? Bu yerda куда savolimiz yoziladi. Ты знаешь, куда едет этот автобус на вокзал? Keyingi bo'lim История России. Россия tarixi bo'limi. День народного единства в России отмечают. Rossiyada xalq birligi kuni qaysi sanada belgilanadi, nishonlanadi? 4-noyabr. Eslab qolamiz.
В России находится город. Rossiyada ushbu 3 ta shahardan qaysi biri joylashgan? Omsk shahri. Eslab qolamiz. Специальная военная операция началась в СВО. Mana bu Ukrainadagi SVO nechinchi yil boshlandi? 2022 ni belgilaymiz. Qarang, SVO. Gagarin совершил полет в космос. Gagarin koinotga parvoz qildi nechinchi yilda? 1961-yilda. Укажите флаг Российской Федерации. Rossiya Federatsiyasini bayrog'ini ko'rsating. Oq, ko'k, qizil. 3-variant. Eslab qolamiz. Bu savol deyarli har bir variantda bor, faqat bayroqning joylashuvi yo 1, yo 2, yo 3-variantda turadi. Keyingi bo'lim Основы законодательства Российской Федерации. Rossiya Federatsiyasining qonunchilik asoslari. Иностранный гражданин, законно находящийся на территории Российской Федерации, имеет право. Rossiya Federatsiyasi hududida qonuniy ravishda bo'lgan chet el fuqarosi quyidagi huquqqa ega. Qanday huquqqa ega? Svobodno передвигаться. Erkin harakatlanish huquqiga ega. Иностранный гражданин в Российской Федерации обязан заниматься научным творчеством. Rossiya Federatsiyasida chet el fuqarosi quyidagini bajarish shart, ya'ni quyidagiga majbur. Беречь памятники истории и культуры, tarix va madaniyat yodgorliklarini asrashga majbur. В комплект документов для оформления патента иностранному гражданину в России не входит. Rossiya Federatsiyasida chet el fuqarosiga patent rasmiylashtirish hujjatlari to'plamiga kirmaydi. Nima kirmaydi? Dokument о праве собственности на жилье. Uy joyiga egalik hujjat kirmaydi. Временно пребывающий на территории Российской Федерации иностранный гражданин должен выехать из страны. Rossiya Federatsiyasi hududida vaqtincha yashayotgan chet el fuqarosi davlatdan chiqib ketishi shart. Qachon? По истечении срока действия визы. Viza amal qilish muddati tugagach. К наказаниям за нарушение правил миграционного учета относят migratsiya hisobi qoidalarini buzganlik uchun jazolar qatoriga kiradi. Административное выдворение за пределы Российской Федерации. Rossiya Federatsiyasi hududidan ma'muriy chiqarib yuborish. К нарушителям правил пребывания на территории Российской Федерации применяется ограничение свободы с привлечением к обязательным работам. Верно ли это утверждение? Rossiya Federatsiyasi hududida yashash qoidalarini buzuvchilarga majburiy ishlarga jalb qilish bilan ozodlikni cheklash chorasi qo'llaniladi. Bu tasdiq to'g'rimi? Neverna, noto'g'ri javobini belgilaymiz. Video darslik foydali bo'lgan bo'lsa, albatta meni mehnatimni like tugmasi bilan baholang. Sizlar bilan ustoz Aziza Azamatova bo'ldi. Keyingi video darslikda uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'ling.